avtomakon ikkinchi filialimizdamiz akalar. Bahrom aka yaxshi motorist, koreyskiy рабочий запчасть deyishsa ko'p popdagi akalar o'zi yaxshi tanishadi. Va shu Bahrom akani shogirdlari Shohruxbek bizni ikkinchi filialimizda ish boshlaganlar. 7 yil qo'llarida yurib, hunarlarini o'rganib, fatahalarini olib, duolarini olib, ikkinchi filialimizda ish boshlaganlar. Xo'p, bu narsalarni nimaga gapiryapman akalar? Videoni ko'ringlar, hozir tushunib olasizlar. Damas mashinasini motor qilib berishni olib qolganmiz akalar. Bu ko'rib turganlaring Damas motorini detallari akalar. Men qoyil qolgan joydim akalar. Har bitta detallarni erinmasdan benzin bilan 2 martadan yuvib, quritib, zavod bilan birga bir qilib tashlaganlar. Buni nima qilganlar? Kraskalarda bo'yab, mana shunaqa chiroyli holatga kiygizib qo'yganlar-da. Bular hammasi nimadan deb o'ylaysiz akalar? Конечно, baribir shu o'rgatilgan ustozga bog'liqda. Gap yo'q, qoyil qolib ketdim men. O'zini ishini yaxshi ko'rib qilsa, haqiqatan ham baribir mehr berar ekanda. Erinmasdan har bitta detalni benzinlarda yuvib, kraskalarni sepib. Bahrom aka, sizga kattakon rahmat. Va bu video sizgacha yetib borsa, videoni mabodo ko'rib qolsangiz, videodan rozi bo'lasiz.